Assalomu alaykum Hazrat Umar obunachilari. Akalarim, mana sizlar talablaringga yana navbatdagi yangi partiya to'xli sovliqlarimiz keldi akalar. Xudo xolasa akalar, mashqo'ylardan bir qidirib yurgan, bir chiroyli qo'y baqaman deb niyat qilib turgan akaxonlarga 10 dona to'xli sovliqlarimiz akalar. Bularda akalar ichida bir ikkita bitta bo'g'oz bo'lishi mumkin. Agar qo'chqorlaring bo'lsa qo'shib olaman desalar, biz hammasini qisirga beramiz akalar. O'tkirbek, mazangiz yaxshimi? Assalomu alaykum, sizsiz? Ha, charchamay turibsizmi? Yaxshimisizlar, sog' salomatmisizlar? Rahmat. 10 dona sog'li. 10 dona. O'tkirbek ukam, bular 100% qisir bo'g'ozmi? Yo'q, hammasi aka to'g'ri qo'zi bular. Aha. Ichida bo'g'ozi bor, yo'g'ini men to'shni bilmayman. Qo'zi deb aytaman. Necha oylik mashqo'ylar? Bo'lsa 10 oylik aka. Akalar, qo'ylar 10 oylik aka. Akalar mana afg'onga chachishganni qarang. Qo'yni qaranglar, xudo xolasa mana. Haligi toza qo'ylar aka, akalar odamdan qo'rqmaydi-da mana. Bemalol yonida sahra o'ynab yuribdi akalar. Patr qilib ketib, qo'ylar nihoyatda vazmini o'ziga haligi qaragan qo'ylarning quloqlari butun ekan akalar. Xudo xolasa mashq qo'ylarni baqaman deganlar akalar bemalol telefon qilib aloqaga chiqaveramiz. Manzillarimiz Namangan, Tepaqo'rg'on. Hop, O'tkirbek, biz uzun so'rag'imiz videoni. Bo'ldi. O'zingiz bilasiz. Bularning 10 talasini narx-navosini aytasiz. Qaylagacha dastopga borligini aytasiz. Aka, dastlabkamiz vodiy bo'ylab Toshkentgacha. O'zimizdan. Ha, o'zimizdan. Aha. Samarqand, Buxorolarga bo'lsa kelishilgan holatda yetkazaveramiz qo'ydi. Kelishilgan holatda yetkazaveramiz Samarqand, Buxorolarga. Ha, yeb ichishida umuman muammo yo'q. Inshaalloh yana bir hafta salomatligi yeb ichishini sinab olishaveradi. Sinovdan o'tgan qo'ylar. Allohniki, ha. Jon Allohniki topib to'g'ri. Sinovdan o'tgan aka yeb ichishlari. Aha. O'tkirbek. Tepaki ham shunchalik. O, qaranglar. Qo'y chiroyli, yungilan qaranglar, hammasi simjun. Hayotda toza qo'ylar akalar. Arashanni so'ragan arashanni qoni bordan akalar bularda hammasi. Akalar, xudo xolasini telefon qilib bir qo'y kerak deb bizga aloqaga chiqib boraverasizlar aka. O'tkirbek bitta ikkita tanlasachi bo'ladi. Aka, buni o'qitimiga 6 million 500 mingdan beramiz. 10 tanisini bir joyga oldim desa. Ana akalar. Tanlaganlariga qarab aka kelishaveradi. Yo'q, buni aytilishini qancha aytyapsiz? O'tib bermay, misol o'tib berib so'raydi-yu, muncha deysiz. 7 milliondan deyapman aka. Hop, taqalgan narxi qanchadan? Taqalgan narxi 6 million 500 ming. Akalar 7 million deyapti ekan, 6 million 500 mingdan bir joyga olsa deyapti ekan. Yana jicha ayri bor-a, vodiyga. O'sha summadan jichib ko'rib beradi. Hop, shu summadan. Bitta ikkitagachi. Bitta ikkitaga tanlab olishadi, 200 mingdan plyus bor. 200 mingdan plyusi bor ekan akalar, qo'ylar bitta ikkitaga jicha qo'shiladi. Mana akalar, qo'ylarimiz hammasi nihoyatda baqadagan, baxmasovlarda ko'p bolali yursa bo'ladi. Hali tug'magan qo'ylar. Yo'q, qo'ylar tug'magan, hammasi yo'q. Akalar, bizni qo'ylarni shu video qilib kuzatib turgan bo'lsalar, bitta like, bitta obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Xudo xolasa mana shu qo'ylarimiz har doim sizlarga mana yangi partiyalar kelganda sizga birinchi bo'ylab boradi. O'tkirbek, shu bilan qisqasi 6 million 500 mingdan hammasini bir tortarga dastopkamiz Toshkentgacha. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. O'zimizda. Bunda oyog'iga kelishilgan holat. Kelishilgan holat. Akalar, xudo xolasa videomizni tugatyapmiz. Bitta like, bitta obuna bo'lib qo'yasizlar. Sizlardan oldindan rahmat. Bemalol telefon qilaverasizlar. Nomerlarimiz 95lik 826 18 18. 95lik 826 18 18. Tug'magan sovliqlar bir qo'ra akalar. Bemalol aloqa chiqaverasizlar.